Shoshilinch axborot. O'zgidromet jiddiy ogohlantirish e'lon qildi. Barcha o'zbekistonliklar tayyor turishi shart. O'zbekistonda 5-iyundan boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston hamda jahon olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar davomida bor yo'g'i bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet 5-iyunga prognozni e'lon qildi. Unga ko'ra juma kuni aksariyat hududlarda quruq ob-havo bo'ladi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 30-32 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi deyilgan xabarda.